مەخپى ئۇرۇش ئاپتورى روبېرت Spalding 7. bab سىياسەت ۋە دىپلوماتىيه 2. قىسىم Washingtondagi usulchi 2017 yil 11 ayning 8 kuni Montana shtatlik kengash palata a'zosi Steve Daynes axborot e'lon qilish yig'ini ichib bir xabarni taratqularga jakarladi. U axborot e'lon qilish yig'inida o'zining Montana baxtchilik birlashmasi uchun intayin cho'ng bir savdo fursatini qo'lga keltirganligini, Xitoydagi eng cho'ng elektronlik parcha setish supisi bo'lgan Jingdong bilan go'sht savdosi qilmoqchi ekanligini, Jingdong shirkatining kelgusi bir qancha yilda Montana shtatidan eng oz deganda $200 million kala go'shti setib oldiganligini to'lib tashqan iftixorlik ilkida jakarladi. Xitoyning 2003 yildan beri davom qilib kelayotgan Amerika baxmachilik sohasidagilar ishlab chiqargan go'sht mahsulotlarini setish cheklamasimi mushu kelishim bilan tang amaldan qoldirildi. Mazkur kelishim yana mundaq bir xayrixohlikni o'z ichiga oladi. Jingdong shirkati Montana shirkatining Big Sky yesida go'sht pishiqlab ishlash zavodi qurilish uchun yana oz deganda $100 million mablag' selishga va'da bergan. Kelishimdagi bu iboralar Jingdong shirkatining bu zavodni qurish uchun o'z yenidan pul chiqarish majburiyati yo'qligidan derak beradi. Degandek, Xitoy kundalik gazetining 7 oydagi xabariga ko'ra, bu shirkat keyin bu ishga 1 sentmo mablag' ajratmagan. Agar ancha cho'nqur o'ylab ketmagan taqdirda, bu xil yomon emas sodida qiladi. Daynes shu qitimliq axborot e'lon qilish yig'inining oyig'ida o'zining bu olamshumul natijani ro'yobga chiqarish uchun 18 qitim yig'inga qatnashganligini, suhbatlashish uchun ko'p qitim Xitoyga borganligini, Xitoyning Amerikadagi elchisi bilan ko'p qitim ko'rishganligini, shu chog'dagi Amerika davlat sekretari Rex Tillerson, Amerika savdo vakili Robert savdo ministeri Wilbur Ross qatorliq nurg'un kishilar bilan ko'p qitim kengashganligini bayon qilib o'tdi. Ya'ni Daynes ko'pchilikka shuni bildirib qo'ymoqchi bo'ldi. Uning kengash palata a'zosi bo'lish sifati bilan o'z majburiyatini ado qilib, Montana aholisi uchun mulozimat qilishining hech bir xatosi yo'q. Lekin ishlar ko'ringanidek uncha oddiy emas edi. Daynes shu qitimliq axborot e'lon qilish yig'inini ichib, bir oyga yetmagan muddatda Xitoy Kompartiyasining bir to'p vakillarini kutib oldi. Bular Xitoy Xalq Qurultayining Tibet avtonom rayonini boshqarishga mas'ul hay'atlari bo'lib, ularning har yerda kollektiv xotir suratga tushish bilan oyoqlashgan bu qitimliq Amerika safari qarmoqqa odatdagicha ko'rinsimi, lekin jinning qasdi shaptildi bo'lib, bular ayni chog'da Amerikaning poytaxti Washingtonda yuz berayotgan yana bir ish uchun kelgan edi. Aslida ayni chog'da Tibet surgunda hukumatining raisi Lobsang Sangay Washingtonda ziyoratda bo'layotgan bo'lib, 12 ayning 6 kunidagi davlat majlisi chet el ishlari komitetining Asiya tarmoq sho'basi o'tkazadigan Xitoyning Tibetni bostirganligiga aloqador isbot anglash yig'iniga qatnashmoqchi edi. Xitoy Kompartiyasi Lobsang Sangayni dushman ko'ratdi. U bu qitimliq Amerikaning Xitoyga besim ishlatib, Amerika elchilari o'mikini Tibetga avatishini, bunda qilish mumkin bo'lmagan taqdirda Xitoyning Tibetni boshqarishga mas'ul amaldorlarni Amerikaga kirgizmaslikni qo'lga keltirishni umid qilgan edi. Washington pochtasi gazetining xabariga ko'ra, bu ish Xitoyning boshqalarning uning ichki siyosatini tanqidlashining oldini olish uchun barg'ansir ko'plagan g'arb siyosatchilarini yordamga chaqirayotganligini tushundirdi. Shundaqla biz bu ishdan yana Xitoyning chet eldagi o'qituvchilarga taqobil turish uchun naqadar zo'r kuch sarf qilayotganligini ko'rib olaymiz. Lobsang Sangay Washington pochta gazetiga shundaq degan. Mən qayergili barmay, Xitoyning yuqori darajalik vakillar o'migi so'ngdishibli keladi va Xitoy Kompartiyasining Tibetda kishilik huquqni dafsanda qilganligini jon jahli bilan inkor qilishidi. Shundaqla Xitoy yana har qaysi davlat hukumatlarga men bilan ko'rishmaslik haqida besim ishiltidi.
Gerçi Daynısның Xitay Kompartiyası Tibet Abdunum Rayonluq Xalq Qurultayının vəkillərini kütüb alğanlığı bilən, onun Xitay tərəf bilən Montana ştatının göç məhsulotlarini setib olish kelishimi imzalğanlığı arasında yuqorqidək vasitalik dəlillərdən başqa bevosita dəlil paketlarni tapqılı bo'lmasimi? Lekin bu ikkisining orasidagi sabab-natija munosabati bakli aniq emasmi? Roşenki deyiniz, Xitayning o'zi bilan 200 million dollarlik to'xtam tuzishi badaliga Xitay hukumatining Tibetdagi bosmichi siyosati va Tibetni mustabidlarcha idora qilganligi to'g'risidagi xabarlarni bostirib qo'yish haqida kelishgan. Amerika ovozini bostirish. Xitay ba'zida yana besim ishiltib, qarshi fikrdagilarning ovozini bostirib qo'ya oladi. Ular hatto Amerikadagi fikr erkinligini qizg'in so'ydigan davlatdimi buni ishga oshira oladi. Shundaqla yana ba'zida siz buning orqasida faqat siyosiy besimli mavjud deb o'ylagan vaqtingizda amaliyotda ishning allakimlarning Xitoydan pul elib, ular uchun ish qilayotganligidek qorong'u tarafimi bor bo'ladi. Amerika ovozi Xitoy tili bo'limining sobiq mudiri Gung Shaoxia 2017 yılı içinişlik bedel töleş arqılıq yuqurdaki nuqtini tonub yetken. Ayni çağda o, Amerikada panalıq tilavatqan Xitay zardar Govungui, yani Amerikalıqlağa Miles Cook degan isim bilan teximi tonuşluqni ziyaret qilmoqchi bo'lgan edi. Govungui meyli Xitayda, meyli Amerikada nurg'un bas munozirligi sabab bo'lgan shaxsdir. O, öy mülk ticareti arqılıq beyigan. Lekin 2014 yılı Xitaydan ayrılgandan keyin Xitay rahbarlik qatlamidagilarni qattiq tanqidlab, Xitoydagi hukmron sinfda cheriklikning favqulodda avj olganligini ayblashga boshlagan. O tanqid obyektlarini ism familiyasini atab turib, ochiq tanqidlagan. O o'z ayblashlarining ba'zisiga dalil paket ko'rsatsa, ba'zilarga ko'rsatmagan. O yana Xitoyning kishilik huquq dafsandichiliklarini qattiq tanqidlagan. O ham puldar, ham Xitoy Kompartiyasining ichki maxfiyatliklaridan va kishini cho'chitadigan darajadagi huquqni qalaymaqan ishiltish ahvollaridan xabardor bo'lg'achqa, chet eldagi Xitoylar orasida kishilar hammadan bak tonishishga intiladigan dangdar shaxsga aylangan. Bundaq birining Gung Shaoxianing ziyorat qilish obyektiga aylanishi tabiiy ahvol albatta. Govungui'ningmi Amerika ovozining ziyoratini qabul qilg'usi bor edi. Amerika ovozidan iborat hukumat mablag' solgan bu xabar kanalining Amerikada hech qancha anglag'uvchisi bo'lmasimi, lekin 1942 yil qurilgandan buyon dunyoning har qaysi joylarida nurg'un anglag'uvchilarni o'ziga jalb qilgan. Mazkur radio stansiyasi keyinchi yana 24 soatlik o'zliksiz radio programmasidan sirt tor radiosi va televiziya kanalini ta'sis qilgan. Mazkur radio stansiyasining faoliyatlarida Amerika prezidenti Ford 1976 yili yo'lga qo'ygan qonun loyihasidagi tövandagi 3 prinsip asos qilingan. Birinci, Amerika ovozi sijil holda ishonchlik, nopozli xabar manbasi bo'ladi. Amerika ovozi mangu adil, obyektiv xabar berishga, reallikni o'z beti gavdalantirishga tirishadi. Ikkinchi, Amerika ovozi Amerika jamiyatining muayyan qatlamiga emas, balki butun Amerikaga vakillik qiladi va shu vajidan Amerikaning muhim ideya tuzilmalarini takshi mukammal namoyon qiladi. Üçüncü, Amerika ovozi ochiq, unumli holda Amerikaning siyosatlarini tashviq qiladi. Shundaqla mazkur siyosatlar to'g'risidagi muhokama va fikrlarni mas'uliyatchanlik bilan xabar qiladi. Gerçi Amerika ovozining haqiqatga va barobarlikka intilish mas'uliyati bor bo'lsa-mu, lekin Govungui uchun muhim bo'lgani uning ziyorat jarayonidagi obrazi edi. Chunki shuningdan ilgari Angliya radio shirkatining, ya'ni BBC, uning bilan o'tkazgan maxsus suhbatini qisqartayotganligi uni to'liq norozi qilgan edi. Shunga Gung Shaoxia dastlabda uning bilan aloqalashganda Govungui o'zining naq maydon suhbatiga qatnashganligini aytgan. Gung Shaoxia dastlabki 1 soatlik suhbatni naq maydondan tarqitish, keyingi 2 soatlik suhbatni
torda tarqitish sharti ostida uning bilan jami 3 soat suhbat o'tkazishga qo'shilgan. Lekin Gongshawsha cho'qim yana bir kun to'liq suhbat o'tkazishni talab qilib, bu to'liq bir kunlik suhbat mazmunini e'lon qilganda uchur manbasini oshkorlamaydiganligini aytgan. Bu shaklda Govunguy bilan yana bir kun ayrim suhbat o'tkazganda Gongshawsha bilan radiodagi yana bir ayol riyosatchi birlikda shu qitimliq suhbatni ko'ngildagidek ramka ichida takshi xabar qila oladi. Govunguy uning shartini qabul qilgan. Shuning bilan Gongshawsha Amerika ovozining mas'uliga ahvolni doklad qilgan. Amerika ovozining mas'ulimi uni Govunguyni suhbatga qatnashishga ko'ndirganlik uchun maqtagan. Aslida shu qitimliq suhbatni 1 soat sun'iy hamro televiziyasi bilan tor kanalda tarqatgandan keyingi 2 soatni torda ovozliq tarqatish planlangan edi. Keyingi bu 2 soat Govunguy asosliqi ijtimoiy taratqularda o'zidan so'ralgan savollarga javob beradi. Gongshawshaning aytishicha, bu ziyoratni tamomlash uchun Amerika ovozidagi ommaviy munosabatlar guruhi, ijtimoiy taratqu yozuvchilari, bir qancha nafar film ishlaguvchi, bir qancha nafar ovoz texniki, operator, chiroqchi, shundoqla safar va orqa saf xodimlari bo'lib, jami 60 ga yaqin kishining hamkorlashishiga to'g'ri keladi ekan. Buncha ko'p odamni harakatlantiradigan suhbat programmasi o'tkazish uchun cho'qim yuqorining tasdiqini olish kerak edi. Gongshawsha bu vaqtda mening darajam buncha ko'p odamni safarbar qilishga yetmaydi deydi. Aslida suhbat programmasini Govunguy turayotgan Nyu-York 5-ko'chasidagi Sherry Gollandiya mehmonsaroyining eng yuqori qavatidagi oliy yotoqda o'tkazish planlangan. Programma vaqti 2017-yili 4-ayning 19-kuni Amerikaning Sharq rayoni vaqti attigan soat 9 ga bekitilgan edi. Bu vaqtni tanlashdagi sabab shuki, Amerikaning Sharqi bilan Xitoy orasida 12 soatlik vaqt farqi bo'lg'achqa, bu programma Xitoyda kech soat 9 bo'lganda, ya'ni oltin vaqt bo'ligida mos qadamda tarqatiladi. Shundaqla 4-ayning 14-kuni Amerika ovozi shu qitimliq programmani maxsus tashviq qilib, buning Amerika ovozidan iborat birli taratquning xos suhbat programmasi ekanligini alayda ta'kidlagan. Gongshawshaning aytishicha, mazkur tashviqotda yana Govunguyning yadro bombasi darjilik, ya'ni favqulodda zilzilalik maxfiyatliklarni oshkorlaydiganligiga o'tdi qilingan. Bu yerda shuni unutmaslik kerakki, Xitoyning davlat ichidagi taratqullarining hammasi Xitoy Kompartiyasining boshqarishida bo'lganidek, Xitoy Kompartiyasining dunyoning har qaysi joylarida Xitoychini asos qilgan taratqu kanallari bor. Dal shu sababdan chet eldagi Xitoy o'qituvchilar mayli Xitoyda, mayli chet eldagi Xitoylarni obyekt qilgan Xitoy xalqarалық televiziya to'riga o'xshash taratqularda o'z sadolarini zinhor anglatolmaydi. Qo'shimcha qilishga tegishliki, Xitoy xalqarалық televiziya to'ri Amerikada sistemalik televiziya stansiyasi sifatida faoliyat qilyotidi. Shunga Amerika ovozining Govunguyni ziyorat qilishi uni o'z sadosini anglatadigan intayin mo'yim supi bilan ta'minlaganlik hisoblanadi. Govunguymo bu fursatda butun Xitoy tili dunyosiga o'zining ovozini anglatoladi. Halbuki Xitoy Kompartiyasi chet eldagi demokratiyani targ'ib qiladigan Xitoy o'qituvchilarga hech qachon bunday fursatni bermaydi. Amerika ovozidagi Gongshawsha bilan birga shu qitimliq suhbat programmasini ishlaydigan xodimlarning hech qaysi Amerika ovoz radio stansiyasining bu qitimqi suhbat programmasi haqida kuchab davron selishidan gumonlanib baxmagan edi. Chunki Govunguyni ziyorat qilishning intayin zo'r axborot qimmatiga ega ekanligi ularga ma'lum edi. Mushunchavala mo'yim xos ziyorat fursatini qo'lga keltirgan bir taratquning davron salmay tura olishi mumkinmi? Lekin Xitoy hukumatimi bu tashviqot filmlarini ko'rgan albatta. Shu vajidan shuningdan keyingi dushanba kuni, ya'ni Govunguy bilan o'tkazilgisi suhbat haqidagi tashviqot filmi e'lon qilingandan keyingi tunji xizmat kuni Xitoy doiralari Govunguy to'g'risida tutish buyruq chiqargan. Amaliyotda Govunguy 2014-yilda Xitoydan qochib chiqqan.
Lekin dәл o Amerika avazının ziyaretidən qəbul qılmaqçı bolğanda, şundaqlı bu söhbətni Xitaydakilərning аңлаш imkoniyati бар ahvolda yana kelib Govinguyning programma davomida Xitoy Kompartiyasini tanqidlash ehtimolligi intayin yuqori bo'lgan ahvolda Xitoy hukumati harakatga o'tib Govinguyning og'zini tuvoqlamoqchi bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy diplomatиya ministrligining 2 nafar amaldori Amerika ovozining Beijingda turishliq muxbiri bilan ko'rishgan. O muxbirmo nailoj Gongşaoşağa ilxat yollab, Xitoy Kompartiyasining 2 nafar amaldorining o'zini izlab, Xitoy Kompartiyasiga ko'ra, agar Amerika ovozi Govingui bilan o'tkazadigan suhbat programmasini tarqatsa, buning Xitoyning ichki ishiga aralashganlik bo'ladiganligi. Shundaqli Xitoy Kompartiyasining 19-navbatlik xalq vakillar qurultiyiga kashili tug'dirganlik hisoblanganligini chekilaganligini aytgan. Gongşaoşa şu vaqtdagi ahvol to'g'risida shundoq deydi. Men u ilxatni ko'rib, bir savdogarni ziyorat qilish, qandaqsiga Xitoyning xalq vakillar qurultiyiga kashili tug'dirganlik bo'ladi deb o'yladim-da, stansimizning Beijingdagi sho'bisiga telefon qilib, ular ishini qilsin. Men bundaq popozlardan qo'rqib qolmayman dedim. Lekin Amerika ovozidagi ma'lum bir peshqadam tahrir bu ishdan tashvishlanib, programmani tangshash kerakligini aytgan. Gerçi bu gap yaxshi niyatda deyilgandek qilsimi, ammo Gongşaoşaga yoqmagan. Gongşaoşa o'zimi uzun yillik muxbir bo'lg'achqa, xotirjam bo'linglar, men bu xabarni qandoq tangshashni bilman degan. Lekin shuningdan keyin Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasidagilar Amerika ovoziga to'xtamay telefon qilib parakandichilik solgan. Tahririmiz menga telefon qilib qandoq qilishi kerakligini so'rdi. Men ular ya'ni telefon qilib parakandichilik solgan Xitoylar nima deydi devidim. Tahrir ularning deyishicha, agar biz Govinguyni ziyorat qilsak, Xitoy hukumati bilan Amerika ovozining munosabatiga o'rnini to'ldirqsiz ziyon solgan bo'larmishmiz dedi. Shuning bilan men Xitoy tarafga aytib qo'ying, xabarlarimizning Xitoyga aloqador mazmunlarni o'z ichiga olganligidan sirt Amerika ovozining Xitoy hukumati bilan qilchilik munosabati yo'q dedim. Suhbat programmasi o'tkazilishdan ilgirki bir sotkada Gongşaoşa qabahatlik tushga o'xshab ketadigan ishlarni boshdan kechirgan. Uning aytishicha, Amerika ovozining muavin mudiri Sandy Gavara uning Govingui bilan o'tkazgisi suhbat programmasini amaldan qoldirishni talab qilgachqa, Gongşaoşa mazkur muavin mudir bilan eg'iz buzishib, tillashib ketgan. Buningdan sirt u Govinguyning turalg'isidan ayrilganda bir to'p so'rin talat Xitoylar uningga agishib olgan. Ondan mazkur programmaning ijroiy film mas'uli Gongşaoşaga ba'zilarning uningdan 15 minutlik naq maydon suhbatini tarqitib, ondan 30 minutlik ovozli programma tayyorlashni talab qilayotganligini aytgan. Lekin Gongşaoşa buningga unamagan. Bu jarayonda Gongşaoşa izchil yuqur qon besimining dardini tortib, o'zining hushidan ketib, doktorxonaga aktilishidan ansirgan. U kuni kechqurun Gongşaoşa Amerika ovozining 7 nafar tahriri va rahbarlari bilan qo'sh tilliq yig'in ochgan. Yig'in ishtirokchilaridan hech qaysisi Govinguyning ziyorat programmasini bekor qilib o'tish mas'uliyatini ustiga olishni xohlamagan. Gongşaoşa bu vaqtda mundaq deydi. Bu haqning faqatla tutriqi yo'q. Buyruq tushirishga petnolmay, mas'uliyatni menga ortib qo'ymoqchi bo'lib, buyruq tushirish ishini menga topshirishdi. Lekin men hargiz undaq ishni qilmayman. Parda orqasidagi bu ishlar orqa-orqadan yuz berayotgan shu paytlarda Amerika ovozining mudiri Amanda Bennett Afrikada sayohat qilyotdi. Bu jarayonda Xitoy elchixonasidagilar uningga telefon qilganmi yo'q? Xitoy elchixonasidagilarning Amerika ovozining boshqa rahbarlariga birdak telefon qilganligiga qaraganda, ularning Amanda Bennettga telefon qilgan bo'lishi ehtimolligi yaqin. Yana kelib vaziyatdan xabardor kishilarning bildirishicha, Bennett garchi tajribalik axborotchi bo'lsa-mu, lekin uning Beijing doiralari bilan bo'lgan munosabati intayin qo'yiq edi. Bundaq bo'lishida Bennettning eri Donald Graham aslida Washington pochtasi gezitining xo'jayini bo'lib, ayni chaqda
ya'ni govinguyga aloqador bir qator voqealar yuz berganda Graham pay kontrol şirketining bosh direktori edi. Mazkur şirketning qarmaqida yana Xitoyda sho'bisi bor Kaplan Ma'rifi degan ma'rif mulozimati shirkatimi bor edi. Shuni unutmanglarki, Xitoy Amerikaga avatgan o'quvchilarning soni dunyo bo'yicha eng ko'p. Shu sababdan Kaplan Ma'rifiga nisbatan Xitoy bozori to'limi jalbkordir. Shu kun yarim kechadan keyin, ya'ni ziyoratning bekitilgan vaqtiga bir qancha soatlik qolganda, Xitoyning ichki qismidan Beijing doiralari Govingui haqida jiddiy tutish buyrug'i chiqaribdi. Interpol, ya'ni xalqaro saqchi tashkiloti har vaqt Govinguini qo'lga olishi mumkinkan degan xabar tarqalgan. Bu xabarni anglagan Gongşaoşa Govinguyni plandagi bo'yicha ziyorat qilg'ili bo'lish bo'lmasligidan, hatto Govinguyning turalg'isiga opirib taqlab qo'yilgan ovozga elish uskunlarini qaytirib kelgili bo'lish bo'lmasligidan ansirashga boshlagan. Halbuki ular ziyorat vaqtiga oz qolganda, Govinguyning turalg'isiga yetib borganda tutish buyrug'iga aloqador gaplarning yolg'on ekanligini, Govinguyning bu ishdan xabari yo'qligini, xalqaro saqchi tashkilotiga bu haqda biror talab kelmaganligini bilgan. Suhbat programmasi boshlanishga 2 minut qolganda Govinguy turayotgan Sherry Gollandiya mehmonsarayining to'ri tuyuqsizla uzilgan. Gongşaoşaning aytishicha, FBI mazkur voqeani tekshirgandan keyin buning Shanxaydagi hakkerlarning mazkur binoga qilgan to'r hujumining natijasi ekanligini aniqlab chiqqan. Helim yaxshi Amerika ovozining xodimlari o'zining batareyasi orqali xizmat qila oladigan radio передатчикni ilib olg'achqa programma plan bo'yicha boshlangan. Gongşaoşaning mazkur programmasi 1 soat 15 minut tarqitilgandan keyin tuyuqsizla uzilib qolgan. Gongşaoşaning aytishicha, programmani to'xtatish buyrug'ini Bennett tushirgan bo'lib, Gongşaoşa va Govinguyni ziyorat qilishga qatnashgan boshqa xodimlar shuningdan keyin xizmatdan to'xtatilgan. Ardın bir qancha oy o'tgandan keyin Amerika ovozi Gongşaoşa va mazkur guruhdagi 2 xodimni rasmiy ishdan bo'shatgan. 2018-yili 11-ayning 29 kuni Gongşaoşaga Amerika ovozidan bir parcha xat kelgan. Xatda Gongşaoşaning qilmishi qasdan kechirgusiz radio stansiyasining mavjudligini xatarga uchratgan deyilgan. Shundaqla Gongşaoşa Amerika ovozining rahbarlarining va peshqadam xizmatchilarining ko'rsatmalariga quloq solmagan deb ayblangan. Gongşaoşa aşa xatni topshirib olgan kuni Bennett yana Amerika ovozining barliq xizmatchi xodimlariga bir parcha il-xat yo'llagan. Mazkur il-xatga ko'ra Bennett Gongşaoşa qatorliqlarni xizmatdan bo'shatishdan ilgari 4 qatim mustaqil tekshirish ilib borgan. Barliq tekshirishlarning natijasida Gongşaoşa uyushtirgan suhbat programmasining to'xtatib etilishida Amerika ovozining rahbarlari birdak ilgari ko'pchilikning o'rtaq e'tirofiga erishgan ziyorat suhbat o'lchimini kuchaytirishni umid qilishgan. Gerçi ba'zilar Amerika ovozining ichki qismida Xitoyning josuslari bor, shunga Xitoy besim ishiltib suhbatni to'xtatib etgan deb qarsimi, Bennett elib borgan 4 qatimliq tekshirishda programmaning to'xtatib etilishida Xitoy hukumatidan kelgan besimning ta'siri borligi bayqalmagan. Mazkur il-xat shuni texmi ishkirlagan holda dalillaydi. Amerika ovozining rahbarlari ilgari mazkur ziyorat guruhisidagilarga aniq ko'rsatma berib, ulardan shuni talab qilgan. Birinchi, ziyorat vaqtini 1 soatdan oshirib etmaslik. Ikkinchi, mazkur ziyoratning naq maydon video ulanmasini ijtimoiy taratqularda e'lon qilmaslik. Üçüncü, ziyorat davomida dalillashdan o'tmagan har qanday material yoki mazmunni ishlatmaslik. To'rtinchi, ziyoratni qancha uzun ovozga olg'ili bo'lsa, shuncha uzun ovozga elish. Zaruriyat bo'lmasa, to'xtatib qo'ymaslik. Keyincha aloqador uchurni dalillagandan keyin ularni boshqa programmalarga ishiltish. Gongşaoşaning aytishicha, uning mazkur voqea to'g'risidagi tushunchasi qandaqdir o'z xiyolining mahsuli emas. U Amerika ovozi Xitoyning
u Amerika ovozi Xitoyning besimi va tahdidi ostida o'zining og'zini o'zi pechatladi deb qaraydi. U mundaq deydi: "Men shuningga qat'iy ishonamanki, Bennett Xitoyning tizginiga tushib qolgan. Chunki bu ishning keyingi taraqqiyoti faqatla mantiqiga uyg'un emas." Kasbiy jihatdan aytganda Bennett mening suhbatimga u qadar qattiq qo'pol pozitsiyada aralashmaydi. Bo'libmi u va uning muavini suhbat mazmunidan bexabar holda bundaq qilishi texmi aqlga sig'maydi. Bennettning zodi qandaq besimga uchraganligi to'g'risida qo'ngshawsha, buning Bennettning erining Xitoydagi tijoratiga aloqador ekanligidan shapi berib shundaq dedi: Xitoylar yangicha qonunliq pora berish usulini kashf qildi. Ularga faqat tijorat qilish fursati berilsa bo'ldi. Biz Gongshawshaning o'zining rahbarlarning ko'rsatmasiga xilof ish qilganligi to'g'risidagi tushuntirishini yoki Bennettning "Men Xitoyning besimiga duch kelmadim" deb o'zini oqlashini bir chetga qayirib qo'yib tursak, mazkur voqeaning taraqqiyotila kishini cho'chitishga yetib oshidi. Amerikaning eng oldingi qatoridagi hukumatga tava axborot organi Xitoy hukumatini tanqidlagan mazmunlarni o'z ichiga olgan suhbat programmasini tarqatganligi uchunla o'zini tekshirgan. Mushu nuqtaning o'zila axborot xabarchilik o'lchamiga zid. O'qituvchilarga o'z sadosini anglatadigan fursat berish necha 10 yillardan buyon Amerika ovozining burchi bo'lib keldi. Lekin Amerikaning eng cho'ng raqibi, shundaqla eng cho'ng tijorat obyekti bo'lgan Xitoyning takror e'tiroz bildirishi natijasida bu o'qituvchilarning ovozi besiqtirib etildi. Davomi bor. İngilisçiدىن ھېكمەتيار ئىبراھىم تەرجىمە قىلغان. مەنبە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 18 سانىدىن ئېلىندى.